Assalomu alaykum bolalar. Bot bilan o'ynayapsizmi? Botsani, botni yutib o'zini karalayapsan otib. Mana bitta brat bilan o'ynayman. Ana bor, ko'rishim bor. Bitta brat bilan. 60 FPS. Let's go. Hozir ko'ramiz o'yinda. Hop. Bo'lmasa ko'ringlar, bo'lmasa bot bilan o'ynayapsan, noslar. Akkauntini ham ko'rsataman oxirida. Scored for the first time. Reloading. Cover me. Piklashamiz. Mana birat piklashda o'shin. O'shin eplab bo'lmaydi. Piklashda. Cover me. O'shin Buni qaranglar, ikkita hitlar beryaptilar. Ikkita hit. Normalni yotib olamiz. Ikkinchi arjon olamiz. Reloading. Quldirib qo'ydilar. O'qlari o'yin temayapti. Birinchi o'yinni yarmiga kelib qoldi hozir. Arjon olamiz bu arjon. Ange skarldagi uzun tayoqchasini ikkita anaqa aytaydi. Qadam aytaydi. To'g'ri bir normalni. Qotib qoldi. Yotgan qatdan bilalar. Davay bazadan chiqamiz. Video oxirlab qoldi. Internet o'ynayapti. Sal qotib o'ynayapti. Wi-Fi dan oynasa men aniq yutqizaman lekin. Internet o'ynayapti hozir. O'yin ham oxirlayapti. O'tib olamiz. Katta brat. Bu joni xapayu nimaga bo'lyapti? Joni vashim xapayu. O'lmayapti. Bu